Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, fermerlar. Mana biz bug'doy maydoniga keldik. Jamshid aka, nima sababdan mana shu bug'doy maydonida to'xtadik biz? Assalomu alaykum. Bizi bu bug'doy ekin maydonida 2024-yildan to shu bugungi kunga qadar 2024-yil 1-noyabrdan boshlab to shu bugunga qadar agri kuzatuvini olib borgandik. Kasallik, zararkunanda, undan tashqari begon o'tli bo'yicha ham bir qancha videolar ham tayyorlaganmiz. Undan tashqari doimiy nazoratni qarab o'zi agronomik maslahatlarimizni berib turib bug'doy yetishtirganmiz. Fermer opa bilan, mushtariy opa bilan hozir o'zlari ham kelsalar bir ikki og'iz suhbatlarni olamiz. Bug'doy o'zi umumiy holatini ko'rsatgani ham keldik. Bug'doy o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Qarang, yaxshi pishib yetilgan. Boshoqlari ham ideal darajada pishib yetilgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Hosini ham ko'tarilyapti. Ha, hosi o'zi boshog'i ko'tara olmagan bug'doy. Endi buni sortini bilmaymiz, lekin super elitaligini bilamiz. Bu agar bundan mana bunisi endi super elita urug' ekilgan, elita bo'lib yetishib chiqdi, mana pishib yetildi. Buni urug'likka olib ham eksa bo'ladi. Ekin maydonini qarasangiz, o'tda bitta suli bor, lekin dala ideal darajada qaralgan. Fermer opa mashaqqat bilan, zahmat bilan qaraganlar. Endi sal nariroqda yangi chiqqan o'sha qamichli bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ekin maydon begon o'tlidan juda zo'r saqlangan, juda zo'r himoya qilingan. Undan tashqari kasalliklardan, zararkunandalardan ham ideal darajada qarab parvarish qilingan. Opa asosan ko'proq urug'ini bargdan oziqlantirish bo'yicha oziqlantirib qaraganlar. Ozgina karbamid selitri tagidan berganlar-ku, lekin asosiy oziqlantirish bargdan bo'lganligi uchun holatini ham bir videoga olib ko'rib ketgani keldik. Hozir opani o'zlari kelsalar, ulardan ham suhbat olamiz. Endi e'tibor bering, boshoqlarni uzunligiga qaraysiz. Undan tashqari hozir yana ko'ramiz. Dollarni ham. Boshoqlari ham hammasi salkam bir xil aka. Ha, deyarli ideal darajada pishib yetilgan. Katta kichik bo'lib qolmagan, hammasi zo'r bo'lib pishib yetilgan. O'rim ham boshlangan aka. O'rim boshlangan. Ha, eng asosiysi hozir bunga borib ko'rsatamiz. Dalani 3dan 1 qismidan davlatga topshiriladigan plan bajarib bo'lingan. Hosildorlik o'rtacha 100 sentnerdan bo'lgan, 98 sentner bo'lgan. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Dollarga e'tibor bersangiz, uzun yiri ko'rayotgan bo'lsangiz, yaxshi holatda pishirib yetiltirilgan bug'doy. Qizarib, yaxshi pishgan. O'zi o'rimga tayyor. O'rimga allaqachon tayyor bo'lgan. Hozir endi sekin o'rish ishlari bajarilsa, xudo xolisa yana ham aniqlikda общий 2,5 gektar maydonda qancha hosildorlik bo'lgan, gektariga sentnerlar hisobida qancha bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Shu yil sarhisobi sifatida bu ekin maydoniga keldik. Bug'doy ekin parvarish qilgan agri kuzatuvimizni mahsuli sifatida ko'rsatgani, bizani kuzatuvchilarga bilan baham ko'rgani keluvdik. Hammasini xirmon gapiradi aka. Hamma. Hozir bizi kelgan yana bitta narsa, bizi boshoqlarni olib ham, o'zini boshoqlarni olib, har bitta boshoqda nechtadan don chiqadi, uni vazni qanaqa bo'ladi, o'shalar to'g'risida ham video ma'lumotli ko'rsatib, grammlarigacha o'lchab ko'rsatamiz bizning kuzatuvchilarga. Namcha kuzatuvchilarimizga ancha qiziq bo'lsa kerak. Qiziq bo'lsa kerak. Bundoq qarasangiz bosh oyoqdek tuyuladi, lekin qarasangiz hammasi qiyshayib turibdi. Bu boshoq qo'yi boshog'i ko'tara olmayapti, qiyshayib qolgan. Assalomu alaykum mushtariy opa, yaxshimisiz? Mushtariy opa, bu bug'doy to'g'risida ozgina ma'lumot berib ketasiz. Xo'p, hozirda o'rgan maydoningiz taxminan
necha gektarga to'g'ri keladi? 80-85 sotiga to'g'ri. 80-85 sotiga to'g'ri keladi. Xo'p, Aha. 80-85 sotidan necha tonna topshirdingiz bug'doy? Yo bo'lmasa necha sentner? 7 tonna 760 kilo topshirdik. 80 sotidan. 80 sotidan. Xo'p, endi opa qarang. Ozgina ma'lumot berasiz. Bu ekin maydonini bug'doy ekish jarayonlarida nechinchi chizloda ekkansiz? Birinchi noyabrda suv ochganmizda. Ha. Suv olganmiz o'zi. Birinchi noyabr 25-oktyabr 2024-yil 25-oktyabrdan 1-noyabr oralig'ida ekib sug'orib qo'ygansiz. Suv olganmiz. Ha. Suv ochish boshlaganmizda. Xo'p, urug' sort nomini bilmaysiz? Nomini Aslan akadan olganman. Aslan akadan. Xo'p. Nomini super elita. Yo'q, endi super elita bo'lib olgansiz, hali nom qo'yilmagan ekan, bildik buni. Arslon aka o'zlari bilan gaplashganimizda, xo'p, bu hozir super elita, buni ekib, bu hozir elita holatda pishib yetildi. Buni yana qayta eksa bo'ladi. Elita ko'rinishida eksa, xudo xolasa keyingi yillarga reproduksiya bir bo'lib hosil beradi. Xo'p, opa, hosildorligi yoqdimi? Hosildorligi yoqdi. Bo'ylari ham mana baland, somonlari ham ko'p chiqyapti. Somoni, Donlari ham yaxshi, ko'z tegmasin. Keyin kasalliklarga chidamli ekan. kasalliklarga chidamliligi yoqdi. Keyin uchum shamollarda ag'anab qolmas ekan, baquvvat bo'lar ekan tupi. Poyasi baquvvat bo'lar ekan. Ko'rishinglar mumkin. Uchum-uchiga ag'anab qolmas ekan, yiqilib. Xo'p. Keyin kasalliklarga chidamligi yoqdi. Keyin unaqa ko'p dori ham bermadik. Shu bargidan asosan bargidan oziqlantirdik. Xo'p, o'g'it qancha berdingiz? Karbometli, selitra, azotli o'g'itni. Juda kam berdikda. Taxminan qancha? Shu gektariga 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo ham bermadikda. Gektariga 200 kilo bermadingiz. 200 kilo bermadik lekin. Xo'p, amofos bilan ekkansiz. Amofos bilan ekdik lekin ekish paytida, yer ishlov paytida amofos berdik. Uni ham juda ko'p bermadik. 100 kilo, 150 kilo berdik. Gektariga. Xo'p, demak, bug'doyi hosildorligi ham bergan o'g'itizga nisbatan ham ancha yuqori ekan. Agar o'zini sarf me'yori hisobida berganda, bundan ham yuqori natija kutsa bo'ladigan bug'doy ekan, tushunishim bo'yicha. Bargidan 3 marta berdik. Bargidan 3 marta. Endi o't-po'tlarga qarshidan tashqari oziqa 3 marta berdik bargidan. Bo'ldi. Rahmat opa, e'tiboringiz uchun, bergan ma'lumotlaringiz uchun. Sog' Xo'p, hurmatli fermerlar, dehqonlar, mana hozir ikki xil boshoq oldik. Bittasi kichkinaroq, bittasi kattaroq. Buni solishtirsa ham bo'ladi. Mana mashalarni hozir biza boshog'idan donini tozalab olamiz. Undan tashqari keyin ikkalasini ajratib turib, sonini sanab chiqamiz va shu bilan birgalikda maxsus torozlarimizda o'lchab, har biridan necha grammdan don chiqayotganligi to'g'risida ma'lumotlarni berib yoritib o'tamiz. Boshoqlarni tozalash jarayonlarini boshladik. Donini ajratamiz. Xo'p, kichkina boshoqdagi donlarimizni boshog'idan ajratib tozalab oldik. Endi bularning sonini sanaymiz. ellik sakkiz, 59, 60 ta. Kichkina boshog'imizdan 60 dona don chiqdi. Endi katta boshog'imizni ham tozalaymiz.
Katta boshog'imizni ham tozalab oldik. Endi sonini sanab chiqamiz uni. Doni kattaroq ekan. Donlari nisbatan kattaroq. Hozir solishtirib ham beramiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. elli yetti, 58. 3 ta adashdingiz. 3 taga 60 bitdan. Hop, 60 bitta ekan. Hop, deyarli farq yo'q. Ikkalasida son jihatdan bir xil. Katta boshog'imizda 60 bitta, kichkina boshog'imizda 60 ta 60 ta. Hop, bularni endi katta kichikligini ham bitta solishtirib ko'rsatib beramiz. Bular nisbatan uzunroq. Yirikligi nisbatan katta boshoqlarda donlarni uzunligi nisbatan uzunroq, kichkina boshoqqa nisbatan. Lekin baribir donlar ideal darajada pishib yetilgan. Hop, hurmatli dehqonlar, biz hozir ajratib olgan boshoqlarimizdagi donlarni vaznini o'lchashni boshlaymiz. Hozir tarozda idishimizda tarani vaznini chiqarib tashlaymiz. 0 ga tenglashtirib oldik. Xo'p, mana bu idishdagi katta boshoqdan olingan donlarimiz. O'lchaymiz. Xo'p, 3 gram chiqdi. Bitta boshoqda 3 gram. Ana endi ikkinchi mayda kichkina boshog'imizdagi donlarning vaznini o'lchaymiz. Bu ham 3 gram. O'rtacha ikkalasi ham 3 gramdan chiqdi. Xudo xolasa natijalar yomon emas. Og'irligi jihatdan ham ancha yaxshi samarali bug'doy sorti ekanligi ko'rinib turibdi.